Hammamizga ma'lumki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonlarini rejalashtirish ilk qadam davlat o'quv dasturi asosida tashkil etiladi. Rivojlantiruvchi markazlarni to'ldirish, bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda hamda maktabgacha ta'lim tashkilotining iqlim xususiyatlari va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda tashkil etiladi. Guruhlarda rivojlantiruvchi markazlar va rivojlantiruvchi muhitni qulay sharoit yaratish va rivojlantiruvchi markazlarni qanday to'ldirish kerakligi hamda mavjud muammolarni hal etish markazlarni to'ldirish bo'yicha tajribamiz bilan sizlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Ma'lumki, ilk qadam davlat o'quv dasturi 5 ta rivojlantiruvchi markazlardan iborat bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonlari shu markazlarda tashkil etiladi. Birinchi markazimiz qurish, yasash va konstruksiyalash va matematika markazi. Ikkinchi markazimiz sujetli rol o'yinlarini sahnalashtirish. Uchinchi markazimiz til va nutq. To'rtinchi markazimiz fan va tabiat. Beshinchi markazimiz san'at markazi bo'lib hisoblanadi. Bugun sizlar bilan fan va tabiat markazini to'ldirish va qanday jihozlash kerakligini tushuntirib o'tamiz. Fan va tabiat markazi xona derazasi oldida, yorug'lik juda yaxshi tushadigan joyda joylashtirishimiz kerak. Tarbiyachi bolalarning tabiatga bo'lgan qiziqishini ushbu markaz orqali rivojlantiradi. Fan va tabiat markazi ekolog burchak bilan birgalikda chambarchas holda tashkil etiladi. Bolajonlarning erkin o'yin faoliyatlarini tashkil etishda ularning mening tanlovim texnologiyasi asosida tashkil etilgan mening tanlovim doskasidan foydalanib tashkil etamiz. Bunda bolajonlarimiz o'z tashabbusi va o'z ehtiyojlarini ko'rsatishiga va belgilangan sohada mustaqil harakat qilishga imkon beradi. Tarbiyachi tomonidan tashkil etilgan ta'limiy faoliyatlar davomida kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilib, bolajonlarga rivojlantiruvchi muhit juda katta ahamiyat kasb etadi. Rivojlantiruvchi markazlarda ish tugagandan so'ng bolalar kattalar bilan birgalikda o'zlari joylarini yig'ishtirib tozalaydilar. Va albatta pedagog tomonidan bugungi ishlari uchun bolajonlar rag'batlantiriladi. Bu jarayonda esa ana shunday yulduzchalar orqali amalga oshiriladi. Va bolajonlar ishlari ularning portfoliyosiga joylashtiriladi.